Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Xo'p, bizda Panda fason devorlari reklamasiga tayyorgarlik ketmoqda. Yangi obzorimiz bor. Bu videoda olishdan maqsad ko'pchilik ashna qilib haftalab tayyorgarlik ko'rib boshqa qilib atmosferani shunga tayyorlasak kelib qolishadi ba'zida. O'sha internetda ko'rganimda yo'q ekan deydi-da. Mana shuning uchun efirlarga sizlarga taqdim etmoqchi bo'lganimiz. Xo'p. Shunday tayyorgarlik ko'riladi-da, xullas, reklamaga chiqish uchun. Ishxona tozalanadi. Hop, keyin reklama qilish uchun tayyorgarlik ko'riladi, xullasi. Mana bu yoqda esa mana kravatlarimiz ham xudo xolasa 2026-yildagi chiqishni boshladi. Oddiy so'rilarimiz arzonroq, qulayroq. Ukamiz like etmoqdalar. Shu mehnatlarga bittadan like bosib qo'yasizlar mana. Bu 210 ga 270 dolanali oddiy so'rimiz, sasnali bo'ladi material. Xo'p, bu yerdagisi esa 140 ga 210 li arzon so'rimiz. 950 ming so'mdan narxi. Bunday. Narigisi 2 million 200 ming. 2 million 200 ming. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Bunday. Mana bu yerda shogirdlar tayyorgarlik ko'rishmoqda. Bular hammasi teriladi shunday. Kimga shunaqangi yakkalik mebellar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bu tomon ikki qator bo'ladi. Ahmadulloh. Bu tomon ikki qator bo'ladi, past bo'ladi. Bu tomon. Ya bu tomonni ikki qator qilamiz. Deylaymiz, iloji yo'q. Ulardan qarab. U baland o'tib ketyapti, mana balandlik yetadi o'zi. Ikki qator qilamiz. Keyin ko'pchilik mana ikki qator tahlaganda ham baland divan ekan deb o'ylaydi. Mana bunday holatda turadi aslida. Yangicha ranglar, kombinatsiya bo'lgan jigar rang bilan kofe svetimiz. Sizlar olaveringlar, men aytaman jey. Mana bular ochiladi mana. Chamadonlari bor, mavsumiy kiyimlarni qo'ysa bo'ladi. Machalka 10lik. Asta nomer bo'ladi, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Tellab ketdi. Issiq ishxonamiz juda. Chunki mana bu yerda pechkan trubasi bor-da, issiq chiqarib turadi, issiq turadi. Podvalda yonadi mana. Mana tapti zo'r urishi mana. Qo'l kuyadi o'shasangiz.